Aka qarang, to'g'ri ayting. Nimaga o'xshayapti? Ha, aka, fikringiz bizga marojinga o'xshayapti. Marojin topib beradi-ku, shunga o'xshayapti. Qarang aka, agarda bu nima deb o'ylayotgan bo'lsangiz, eski o'sha paytda tomni tagidan loy-lo'mmoz bostirilardi, bilasiz aka. Shu loy-lo'mmoz o'rniga bizda hozir zamonaviy va effektivligi baland bo'lgan polistirol lo'mmozdan ishlab chiqarish boshlaganmiz. Bu polistirol lo'mmozdan sostavida penoplast va sementdan tashkil topgan ikki xil o'zining ximikati bor. Oson, tez tayyorlanadigan. Xullas, bitta kishi bemalol bir kunda 50-60 kvadrat o'zi bitta o'zi aralashtiradi yoki ikki kishi 150 kvadratni bitta meshalka bilan tanlab, aralashtirib qilib beradigan polistirol lo'mmoz xizmatlarimiz bor. Bu polistirol lo'mmozlarimiz issiq suvni umuman o'tkazmaydi. Vesiga loyiga qaraganda 5 marta yengil, issiq suvning 10 karra yaxshi ushlaydi, ya'ni 0.3, 0.3 teploprovodnosti bor. Suvdan qo'rqmaydi, issiq suv o'tkazmaydi. Sostavida qarang, pena yo'q aka. Polistirol granulasi va sementi bor. Agarda sizga usta xizmat bo'lsa, usta xizmatni nech bilasiz aka? 30 ming so'm. Borib joyiga to'shab ham beramiz. Agar joyingiz qing'ir qiyshiq bir nima bo'lsa 35 ming so'm, tekis joy bo'lsa 30 ming so'mdan to'shab beramiz. To'shashlarimiz вообще tekis yoki idealni. Xullas aka, hech qanaqa o'rnama o'tirib, uyingiz remont tugagan bo'lsa, pastdan 30 metrgacha bo'lgan balandligigacha ko'tarib, olib tushib qo'yib berish xizmatlari mavjud. Bir kunda 250-300 metr kvadrat joyni bang'alab tashlashadi. 105 ming so'm bitta qopimiz 2,5-3 metr kvadratga yetadi, 4,5-5 santimetrda. Xullas aka, eng asosiysi sizni issiq sovug'ingizni o'ylayotganlar yomon-yomon bo'lmaysiz. Xullas aka, videoga like bosib qo'ying, pol.